Sayohat qilishga tayyorsiz. Aviasales.uz'da arzon chiptalarni ham ko'rib qo'ydingiz. Lekin qaysi davlatdan boshlashni bilmayapsizmi? Keling, bugun shu mavzu haqida gaplashamiz. Mening ismim Nodira va men Aviasales.uz'da ishlayman. Bugun siz uchun birinchi sayohatga eng qulay bo'lgan davlatlar ro'yxatini tayyorladim. Sayohat uchun mamlakat tanlashdan oldin avvalo o'z maqsadingizni aniqlab oling. Sayohatda sizga nima yaqinroq? Tarix va madaniyatni o'rganishmi yoki dengiz bo'yida yotib to'liq dam olishmi? Sayohatingiz yaxshi o'tishi uchun bu juda muhim. Birinchi sayohatni bizning qo'shnilarimizdan, Markaziy Osiyoning davlatlaridan boshlashni tavsiya etaman. Birinchi marta sayohatga chiqayotgan odamda ko'pincha hayajon bo'ladi. Bizning qo'shnilar Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonning odamlari, madaniyati, tili bizga juda ham o'xshaydi. Shuning uchun bu davlatlarda siz o'zingizni begona his qilmaysiz. Yana bir ijobiy tarafi, bu davlatlarga chiptalarning narxi juda ham arzon. Shuning uchun sayohat sizga qimmatga tushmaydi. Sayohatga borishdan oldin bormoqchi bo'lgan davlatingizni ob-havosini ko'rib oling. Bu sizni kutilmagan vaziyatlardan saqlaydi. Birinchi sayohat uchun keyingi yo'nalishlar bu Rossiya, Ozarbayjon va Gruziya. Eng birinchi sayohatimga men aynan Gruziyaga borganman va bu davlatda o'zimni juda ham qulay va uydagidek his qilganman. O'zbekiston fuqarolari uchun bu davlatlarga viza rasmiylashtirish kerak emas. Shuning uchun siz bemalol uchib kelishingiz mumkin. Bu ortiqcha qog'ozbozlik va stressdan sizni xalos etadi. Boku, Sankt-Peterburg, Tbilisi ko'chalarida yurganingizda siz o'zingizni Yevropaning eng chiroyli davlatlariga kelib qolgandek his qilasiz. Bu davlatlarning taomlari ham biz uchun nisbatan tanish. Shuning uchun sizda ovqat bo'yicha muammo bo'lmaydi. Va bu davlatlarda rus tilida bemalol gaplashishadi. Shuning uchun siz til bo'yicha ham qiynalmaysiz. Keyingi davlat bu albatta Turkiya. Turkiyada all inclusive tizimi juda ham rivojlangan. Shuning uchun siz bu tizimni tanlab, hech nimadan qo'rqmasdan, hech nimadan xavotir olmasdan dam olishingiz mumkin. Ayniqsa agar bolalaringiz siz bilan birga bo'lsa. Turkiyaga borish jarayoni oddiy. Viza kerak emas, reyslar ko'p, hamma narsa qulay tashkil etilgan. Birinchi sayohat uchun juda yaxshi tanlov. Turk madaniyati va tili ham biznikiga juda ham o'xshaydi. Ko'plab odamlar turk seriallarini ko'rgani sababli turk tilida gapira olishadi va tushunishadi. Bu albatta katta plus. Aynan Turkiyada siz ham Osiyo ham Yevropa tarixini ko'rishingiz mumkin, chunki bu davlat ikki qit'ada joylashgan. Va birinchi sayohatga borish uchun keyingi davlat bu albatta Birlashgan Arab Amirliklari. Nega deysizmi? Chunki bu davlat cho'lning o'rtasidagi haqiqiy mo'jiza. Inson o'z qo'li bilan nimalar qilishi mumkinligini albatta bu davlatda ko'rish mumkin. Eng baland bino, eng katta savdo markazi, sun'iy orollar, bularning hammasi faqat Birlashgan Arab Amirliklarida mavjud. Abu Dhabi va Dubay shaharlarida servis va xavfsizlik darajasi baland bo'lganligi sababli siz o'zingizni juda ham xavfsiz va qulay his qilasiz. Birinchi sayohat uchun bu juda ham muhim deb o'ylayman. Yana qaysi mavzularga video qilishimizni istaysiz? Izohlarda yozib o'ting. Va bu video sizga qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang va bizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.